Bir qo'shni qizimizni kecha kechqurun qora moshina tashlab ketdi. U qiz taqvoli, ro'molda bo'lmasa. Yonimdan o'tib ketayotganimda tanishimga, "Ey, qalaysan, yaxshimisan?" desam, bir tingomi o'tib ketdi. Bir tingomi. Ne odamlar bunaqa, ne o'zini bunaqa tutadi bu inson, ha? Ne bunaqa qilishadi? Anu qo'shni qizga keladigan bo'lsak, uni tog'asi ishdan keyin kech bo'lib qoldi. Kechqurun begonani mashinasida yurmagin deb o'zi tashlab qo'ygan ekan. Ani meni bir tinga olmagan tanishim prosta meni ko'rmay qolgan ekan. Hamma narsa bizani o'zimizni dunyo qarashimizdan kelib chiqar ekanda. Bir ahli ilm aytgan ekan. Agar men bir soqolli erkakni soqolida vino tomchilarini ko'rsam, demak bu odam yuziga kimdir vino sepib ketibdi-da deb o'ylayman, hisoblayman degan ekan. Ulamolar aytadi, inson bu dunyoga kelib o'zi nima xohlayotganini tushunmaydi. Nimaga bu dunyoga kelganini tushunmaydi. Unaqa insonlar qanaqasiga ro'parasida turgan odamni muhokama qilishi mumkin? Inson birovni muhokama qilishdan oldin o'zingni muhokama qilgin deb bir ruzzabon bloger birodarimiz shu gaplarni gapirib chiqdilar. Rosa ta'sirlandim degan.